Anaqda ishlaysiz. Bo'ldimi? Hurmatli obunachilar. Hop. Men mana shu molni sotmoqchiman. Qirg'izistonda moli, hozir bo'g'oz. Mana uni nima deydi? Uni ko't tomonda ham belgisi bor. Bo'g'oz aprelda 20, kech qolib ketsa 25gacha tug'adi. Hozirgi paytda bir mahal so'yapmiz 2,5-3 litr suti bor. Mana shu mol. Bu qonida bolasi bor, javobida xolasa va mana bu Novas. Novas bu ham haliga zotdor mollardan. Ko'chat deyiladi. Bitta ikkita mol purishi akalarga ko'rsatdim. Bu ko'chat dedi. Shashilmasdan bahorga chiqib sotkin dedi. Menga ozgina pul zalroq. Shuning uchun ena bolani sotib yuboraman. Xudo xolasa. Shuning uchun agar mabodanda ogilaring kelsa, telefon nomerini aytaman. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. 24 soat ishlaydi. Telefon ishlamaydi emas, ishlaydi. 94lik 270 51 16. Mana shu ikkala molni sotaman xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar, narx-navosini kelishaveramiz. O'zingizda.